Homilador ayolning o'zi tuqqani yaxshimi yoki kesirva bo'lgani yaxshimi? Undan oldin fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ko'pchilik ayollarimizni hozir shu savol juda ham qiynaydi. Kimdir agar o'zim tuqsam intim zonalarim kengayib ketadi deb o'ylasa, kimdir esa tug'ruq dardlaridan qo'rqadi. Rostdan ham agar ayol o'zi tug'adigan bo'lsa, intim zonalari tug'ruqlar ko'p bo'lgan sari kengayib boradi. Kesirva qilingan ayollarda esa operatsiyadan keyin qorin bo'shlig'ida chandiqlar paydo bo'ladi va chandiqlar hisobiga ayolda keyinchalik tortiluvchan doimiy og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Tanganing ikki tomoni bor deganlaridek, hamma narsaning yaxshi va yomon tomonlari bor. Shuningdek, o'zi tug'ishning ham, kesirva bo'lishning ham yaxshi va yomon tomonlari bor. Bundan kelib chiqadiki, ayolning o'zi tug'ishi yoki kesirva bo'lishi bu ayolning xohishiga qarab emas, balki tibbiy ko'rsatma asosida olib boriladi. Hurmatli homilador ayollar, sizning kesirva bo'lishingiz yo tug'ishingiz sizning xohishingizga emas, balki ginekologlar tomonidan qo'yiladigan ko'rsatmaga bog'liq. Shuning uchun ushbu videoni o'zim tuqsammikan yoki kesirva qildirsammikan deb yurgan dugonangizga yuborib qo'ying.